Assalomu alaykum qadrli YouTube tomoshabinlari, chorva mol qo'y hamda mana bunday parranda ishqibozlari. Bugungi videorolikda Andijon viloyati Bo'ston tumani Zavra mahallasida joylashgan o'zimizning xonadonimizdan boramiz. O'zimizga boqish uchun mana bunday indi o'tkalardan oldik. Indisi o'rdaklardan. Mana bu kattaroqlarini ikkitasini 10 kuncha, bir hafta 10 kuncha oldin olingan edi. 60 ming so'mdan oldik. Bugun yana mana shu 5 ta kattani ikkitasini 60 ming so'mga oldik. Bugun 45 ming so'mdan mana o'rtadagi 3 ta kichkinasini oldik. 140 ming so'mga oldik. 45 ming so'mdan ozgina qimmatroq bo'lsa kerak, adashmasam. 46-47 ming so'mdan to'g'ri keladi. O'rtadagi 3 tasi, ikkala chekadagi kattaroqlarni 60 ming so'mdan oldik 10 kuncha oldin. Yana keyin o'zimiz mahallamizdan chiqib qoldi narigi kichkina o'rdakchalar. Ularni hozir olib keldim. 22 ming so'mdan oldim ularni. Mana bu o'rdaklarning ham go'shini juda shirin bo'ladi. 1-2 marta so'yib yegan edik. Molni go'shtiga o'xshab, go'shti ham qop-qora go'sht bo'lar ekan. Oddiy tovadagidek oq bo'lmaydi ekan. Oq bo'ladi, aynan bellarida go'shtlari qizil bo'lib, molni go'shtiga o'xshagan bo'lar ekan. Shunga ancha-muncha so'yib yegani. Endi makonlarini bahorda xudo xolasa ko'paytirgani. Oldik, mana endi ko'ramiz. Bu ham qanday bo'lar ekan. Xudo xolasa bahorda bularni ko'paytirish niyatim bor. Makonlarni ko'paytirsak xo'rozlarini xudo xolasa so'yib yeymizda. Kattalarning ichida 2 tasi xo'roz, 3 tasi makon. Shunday deyishdi endi bozorda olayotganimizda. Birinchi olib kelgan patogimizda bitta xo'roz, bitta makon edi. Keyingi 3 talik olib kelganimizda bitta xo'roz, 2 ta makoni. Makon deb aytdi o'sha olib sotarlar o'zlari. Bu jo'jalarni bilmadim endi. Qaysi biri xo'roz, qaysi biri makon. Endi katta bo'lsa bilamiz bularni. Boshqa joylarda narx-navolar qanday? Kommentariyaga yozinglar. Arzon olibmanmi, yaxshimi? Menimcha bular ham menimcha yaxshi bo'lsa kerak. 3 tasi 45-46 mingdan tushdi. 2 tasi 60 mingdan oldim kattaroqlarni. Bular 22 mingdan. Buni ham xudo xolasa ko'paytirsak, yaxshi biznes qilsa bo'lsa kerak. Bundan ham kuzatib borsanglar kanalni. Ularni ham videoga olib ko'rsatib turaman. Videolarda oxirigacha ko'ringlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Xudo xolasa keyingi videolarda ko'rishguncha. Rahmat hammaga.